Do'stlar, ko'chalarni aylanib yuraman. Ya qishloqlar, baqirga qanaqadir qishloq topib oldim. Qanday? Qani? Kel, mana. Yugur. Qanday qishloq bu? Qishloq. Sirli qishloq bo'lsa kerak. Kitoblarda yozib qolishgan edi sirli qishloq deb. Uni tuzatish kerak edi. Men tushunmay o'xshayapti. Bu Kela qol bo'l. O'rgimchaklar o'ziga yuqib bopti. Voy. Sandiqlar. Hamyonni aylanib yurishimiz kerak. Sandiqlar uy ichida yo'q ekan. Qanaqadir narsa bor ekan. Qani? Qo'y turibdi. Iltimos qishloqni tuzating. Iltimos. Narsa bor ekan bizga. Kel, avval. Voy, davay bo'lishimiz kerak bular. Tuzatishimiz kerak, bo'l. Tuzatish ekanmi? Ha. Bunchasiga ulguramizmi? Ish qilib. Oho, hamma narsa 64 tadan qoldirib ketishibdi. Kechqurun botdi, yur, uxlaymiz. Ketdik. Ertaga ketamiz. Men oltinchi olay. Bu yerda zombilar ham ko'p bo'ladigan. Bittaman. Ertalab turishim bilan qo'lingga qilich ol, chunki bu bizani uxlaydigan joy, hali qishloqqa olmaysanmi? U meniki emas-ku. To'g'ri. Mayli, men olaman. Bu yerdan boshqa ishlayotgan uyimizdan. To'xta. Menda cho'ta tosh bilan dara anaqa yo'q. Senda bormi? Menda bor. Menga yarmini ber. Tez yuquramiz. Bu yerni bitiramiz biz albatta. Anaqa ham. Bo'ldi. Qanday qilib ketib ko'chasi bo'ladi? Taxta ham bormi? Taxta? Bor. Tasha. Men bularni olib qo'yaman. Nega bir xil qilishmoqda? Bilmadim, menimcha bir kishi kelib quradi o'ylashgan u. Men toshlarni tozalayman, sen o'rgimchak to'rlarini ol. Negadir tez qilib bo'lmayapti. Supurgi bilan qilsa bo'ladimi? Supurgi bilan toshib bo'lar ekan. Supurgi bilan toshib bo'lmayapti. Mana. Ye. Men tez yoqtirishim. Voy, endi men oynalarni qilishni boshlayman. Oynalarni qilmay eshiklarni qo'yaman. Hamma uyga eshik qo'yib chiqaman. Voy. Bu uyni menimcha tez qilamiz deb o'ylayman. Xo'sh. Voy, mana joyi yasacha bilasanmi ish qilib? Voy, men bu joyni bilmayman-da. Mayli, tosh qo'yib qo'yamiz. Tosh? To'xta, buni menimcha lapatkada. Qilishda qilarkansan. Bilaman. Yo'q, qilolmayman deb. Endi o'rgandim. Taxta bilan qo'y, unda qayar. Uyni hozirchalik bitirsak keyin. Qornim ochdi, ovqat meni. Davay, tez uyini qilish kerak. Meniki juda qotyapti. Narsa ekanini to'g'rilasam ham bo'lmayapti. To'xtab ishingni qilib tur, menda juda qotyapti. Oyna bormi? Oyna bor. Bu yerlarni qo'varsan degan bittaman. Menda voy, menda nimadir voy. Menda juda zo'r narsalar bo'lyapti. Negadir qurilmayapti. Men asli dunyoni ko'ra olaman. Bu juda qiyin ekan, to'g'ri, lekin qurilmagan joyni ham o'zimiz nimadir qilib qurishimiz kerak. Unda bo'lmaydi.
Mana bunday Ey. qo'yaveramiz, lekin o'ziga tashlab qo'yishmabdi-da, unda qilaverardik. Endi sekin-sekin bularni qurib tepalariga ham chiqaramiz. Tepalarni to'g'rilayapman. Oynang bo'lsa, mamyorlarni oyna tez. Sen oyna qo'y. Men hozircha jonim. Jonim ketdi. Davay. Biz bu yerni menimcha bir kunning o'zida ham bitirib keta olamiz. Albatta. Lekin bu yerni juda buzib tashlashgan ekan. Menimcha juda qiyin bo'lyapti. nimada tozalashni bilmayman. Spaga qo'yilgan ekan. Nimada bo'lishini ham kamida yozib qoldiraylik. Bu shunaqa chirigarchiga ketadi, yenga qo'ymasak. Yenga qo'ymaymiz. Bu hozircha yashashga Ko'rsating. Yetmayapti. nima yetmayapti? Men bilay. Oynami? Yo'q. Ha, Daraxtdan yasaysan-ku. taxtami? Sizda shu qolmayapti. Mana ham 25 ta qoldi. Ko'proq narsani tosh bilan qilishga yoki daraxtni chopamiz. Bo'pti, daraxtni chopishdan boshqa ilojimiz ham bormidi? Yo'l zombi bor ekan. Qanaqa zombi? Bilmadim, o'zlaridan. Yo'qmi? Ha. Biz uxlagan joyda. Voy. Vaqt ko'rishmagan chiqoldi. Qornim juda ham och. Ovqat yo'q. Oyna qo'ydingmi? Oyna? Oyna ishlatolsammi o'zi degan savol bor. Ha, ishlatyapman. O'xshamayapti-da. Negadir ovqatim yo'q. Ha. Endi negadir ovqat yo'q. Senda ham yo'qmi? Menda bor. Yalintasini bertir. Ochlikdan o'layman. Yonimga kelib beraman. Hozir men narsalarni yasab olay. Menga oynani tashlab ketding. Menga oynani tashlab ketsan. Oynani qanday yasashni bilasanmi? Senda bor-ku oyna. Yo'q, bilasan. Qo'yishni bilaman. Yasashi. Sen qayerdasan? Seni topolmayman. Oho, menimcha bu butun qishloqni buzib ketishgan. Juda qornim och, lekin Mana kel. mana yarmini ajratib turaman. Ma. Ma. Ol. Trade. W trade. L trade. Oynani esa o'rnatib chiqaman. Bu yoqdagi teshiklarni yopishim Men kerak. o'zim yoqtirgan uylarni qilib chiqaman. Kendimiz ha? Va bitta oyna ketdi. Bekor. Xo'sh. Negadir qayerdadir shovqin bo'lyapti. Ha. Mush. Ish qolsammi? degan savol bor. Sen ham joning juda tez ketyaptimi? Ha. Meniki ham xuddi shunday. Men boshqa uylarni quryapman-da. Xo'sh. Voy. Bu yerda o'zini oynasi bor ekan. Oynasi bor ekan, faqat rangi senda ham qorami? Yo'q. Menda bir xillarda qora. Ha, uydami? Ha. Ha,
Ha, to'g'ri. Va Mamamchi faqat men uylarni qilyapman. menda juda ko'p problemalar bo'lyapti. Voy, Ha, bu menda narsalar juda ko'chilib qolyapti. teja. Sen juda zo'r giyinaysan. Ha. Tejasam nimayu, tejamasam nima? Baribir bitta narsa ketadi-ku. Bunchalik qiyin bo'lganda edi. O'shaning uchun ham bizga tashlab ketishganda bunday narsalarni Balkim. bekordan qilishgan. Shu qishloqni to'g'irlasak bizga nimadir berisharmikan? Balkim. Kechqurun bo'lyapti. Menga shunaqa. Senga ham nimadir ovoz chiqdimi? Yo'q. Qilib heroga qo'yib qo'ymaganmisan bu narxani? Yo'q. Juda shubhali. Sandiqda hech bola qolib ketmaganmi? Bunaqa kam narsa bo'lishi kerak emas edi. Sandiqda hech bola yo'q. Bizga kam narsa berib, yana uyni qurishayapti. Hamma narsa bizni boshimizda qo'yishmasak, qilmasak nima bo'lardi? Ayniqsa nega bizga aytishdi? Hamma qanaqadir ovozlasang ham eshitilyaptimi? Ha. Baqir chaqir. Voy. O'ynasang-chi. Bizga jonavozing qoldi. Menimcha qildik-ku. Yo'q. Sen nega bu yerga mana buni qo'yib? Eshiklarni o'rnatib chiqsam, oyna bor shekil. Naqadar Rostdan ham qurib bo'lganga o'xshaymiz. Hamma eshiklar joyida. Ha, bu yerda menimcha bo'ldi. Bo'ldi. Va ozgincha qoldi. Bu yerni juda noto'g'ri qurib tashlashdi. Menimcha qurib bo'ldiki. Yomg'irdan suv kirmasa agar yerni tozalab qo'yamiz. To'g'ri. Men ekinlarga ham qarab qo'yaman. Voy, jonim. Ekinlarga qarab qo'yaman. Bo'lyapti, lekin men tushunmayapman. Nima bo'lyapti? Bilmadim. Qishloq kichkina bo'lgani bilan. Ha, ishqilib o'ziga qo'rqib chiqqan shu ovozi chiqayotganda ketdi, bizga buyruq yuborganlarmi? Balkim bizga buyurishmadi, tasodifiy yo'limizdan chiqib qoldi. Mayli, qurib qo'yamiz. Balkim o'zimiz shu yerda yashaymiz. Men juda qo'rqyapman, to'g'risini aytsam. Menda endi 99 tadan ko'p
Mana bunday ham bor. Daraxtdan yasaylik o'sha narsani. Menda endi tugamas. Aytgancha hali qibolingizda uylarga verstak fakirlardan qo'yib chiqishimiz kerak-ku. Men fakirlarni qo'yib chiqaman. Sen tozalab tur. Bu juda eski ekanligi bilinib turibdi. Yasagan narsamizni ham qoldirmasdan ketaylik. Olib ketaylik, keyin shuni ham bizga buyurishmasin. Bizga yaxshi ham pichoq qoldirib ketishdi, juda yordam beryapti. Har bitta uyga verstak men o'zi har bitta uyga verstaklar Versak? ha Biz shunaqa qilamizmi? Yaxshi. kichkina joy bo'lsa ham hamma narsani qo'ydim. Joy tejalishi uchun uxla. Sen uxla, joy tejalishi uchun mana olaman. Sen ham Hozir ikkita pechka bo'lganda hammaga xayrli tun. voy. Tez ertalab Endi yana chaqqonlik bilan biz ish qilmasak bo'lmaydi-da. Ko'p qiziqmaydi. uyda verstak kim yoqib qo'ydi? Bu yoqqa bu bo'ldi. Menga lekin juda qiziq bo'lyapti shu uy yasab bo'lganimizdan keyin qanday chiqishi. Senga hammi? Bunga obunachilarimiz ham qiziqsa kerak. Balkim. Negadir bu yerlarda 2 tonalar turibdi-da. Menimcha tugadi deb o'ylasam ham chiqib kelaveryapti. Men o'ylaganimdan ham qiyin ekan bu uyni qilish. Buni qilibman. Qilbagalarga parodiya chiqibsan-da. Nima? Men bu tomlarni ham qurib chiqmabsan. O'zing qilasan dedim-ku. Aytdim-ku. Qurildi hammasi. Qara, bu chiroyli chiqyaptimi? Qara, pastga tushib qara. Shu tomdiga. Qani. Ichkari kirib ko'r.
Bo'ldi. Chiq. Voy, O'zi gazni qo'yma. nimaga? Gaz kerak emas uchun. Kerak. Ovqat nimada pishiradi ular? Ovqatni pishirib olishar. Tiqilma borib ishini qil. Hop, ushtashamay. Hammasi senga ketadi. Sen 2 tane qana olgandan keyin. Bu joyi ham qildim. Yo'q, shu o'zi kelishdimi? Kim bu? Kelishdi. Kimdir kelibdi. Yo'q. Zombi endi tashlanadi. Gaz zombi eshikni ocholmaydi-ku. Ha? Eshikni ochadi. Bani to'g'ri qo'ydim. Oddiy daraxtlar menga juda kerak bo'ladi. Menda bor. Daraxt emas, taxta 12 ta. Menda 3 ta blok bor. Voy! Creeper portladi. Yo'q. Qanisan. Yo'lga bola bo'lmadi. O'zing qurib joyi qo'y. Lekin qishloqlar kelsa juda urishadi meni. Ha. Men ham urishardim. Menimcha men hamma yoqqa qilib bo'ldim. Bu yoqqa ham qilibman. Hamma yerga. Oldi tarafingga qarab yur, senda ham bu ish bo'lmasin. Voy, menda juda ham qora. Tez ochyapti, ovqat yemasam o'laman. Men bo'ldim. Hammasinimi? Ha? Men qiladigan ishimni qilib bo'ldim. Qanasan? Bu yerda lava daraxtlarni yondirib yubordi. Lavaga tushib ketdim. Yo'q. O'ldim. Yo'q. Narsalarim. Voy. Va shu bilan video tugadi. Chunki uji anaqa ham qurilib bo'ldi. Narsalarim yaxshi ham shu yerda to'xtagan. Men narsalarimizdan qurdik. Endi men sizlarga uylarni ko'rsatib chiqsam. Ha, sen uyga keldingmi? Ha. Uxlagan eding. Ha, esladim. Hamma joy yaxshi bizda. Mana hamma yoq qurildi ekan. Va xohlasak ham bo'ladimi shu? Mana. Ondan baho berib qo'yinglar. Hammaga xayr, do'stlar. Salomat bo'ling.